Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Telegram botda, ya'ni bot Fazer orqali birinchi botlarni start qilishni o'rganamiz, ya'ni yaratishni o'rganamiz. Hop, bizga kerak bo'ladigan narsa birinchi avval albatta Telegramdan bot Fazerni ochib olamiz. Guruhimizga linkini tashlab qo'yaman hozir. Birinchi kirganimizda start buyrug'ini bosganimizdan so'ng bizga shunaqa menyu taqdim etadi. Bu menyudan birinchi biz new bot komandasidan foydalanamiz. New bot. Endi bu yerda aytayapti. Xo'p, biz yangi botingizni qanday nomlashimiz mumkin deyapti. Ya'ni botning nomini so'rayapti mana. Misol uchun bu yerda bot Fazer uni nomi. Demak, biz bu yerga har qanday o'zimizga kerak bo'lgan botning nomini yozishimiz mumkin. Misol uchun avto javob degan bot. Avto javob degan botni yozdim. Endi aytayapti, yaxshi. Hozir username kiriting deyapti botga. Endi botga har bitta botlarda bo'ladigan username kiritiladi. Username boshqa, bu biz kiritgan username'da boshqa botlar nima deydi? Saqlanmasligi saqlanmagan bo'lishi kerak xullas. Endi biz auto javob post bot qilib ko'ramiz. Endi bu yerda kiritilish kerak bo'lgan narsa har doim botimiz nomi oxirida bot so'zi bilan tugagan bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda nomini kirityapmiz. Bu nomni kiritib bo'lganimizdan keyin demak undan keyin biz bot so'zini yozishimiz kerak albatta. Botdan avval bunday pastki chiziqcha bilan yozsagan bo'laveradi. Keyin botni o'zini yozsagan bo'laveradi. Xo'p, mana. Avto javob post bot. Botimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, botingiz tayyor bo'ldi deyapti. Endi bu yerdan botimizga o'tib kelamiz. Xo'p. Bot ishlayapti. Menimcha zapis faqat mana shu bot Fazer o'zini qilyapti. Endi bu botimiz mana shu link orqali botga kirsak bo'ladi. Endi biz bunga doir bo'lgan narsalar, ya'ni bu yerda API token, ya'ni bizga har bittamizga token beriladi, bot tokeni. Bu tokenni biz birovga ko'rsatmasligimiz kerak. Chunki bu token bilan ko'p narsa qilsa bo'ladi. Bu tokenni boshqa odam, ya'ni misol uchun siz yaratgan bo'lsangiz, bu tokenni boshqa odam ko'rmasligi kerak. Chunki bu token orqali hamma narsalar, ya'ni yozgan kodlarimiz ham token orqali bog'lanadi. Endi botga yana qo'shimcha bo'lgan o'zgarishlar kiritsak bo'ladi. Endi bu yerdan help buyrug'ini tanlaymiz va bu yerda aytibdi botni tahrirlash, set name. Botni nomini o'zgartirish mumkin. Ya'ni set name'ni ishlatadigan bo'lsak, mana avto javob, menda shuncha botlar bor. Bu yerdan avto javob post botni tanlamoqchiman. Avto javob kuchiga bosadigan bo'lsam, mana nomini o'zgartirish, qanday nom bilan atashimiz mumkin deyapti. Endi misol uchun men katta harflarda yozib qo'yishim mumkin. Avto javob. Bo'ldi. Muvaffaqiyatli ism yangilandi. Yana help bosib, bu yerda set description degan narsa bor. Endi bu description adashmasam mana bu yerda yoziladi-yu, what can this bot do? Xullas bu bot nimalar qila oladi degan joyga shu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. Har doim botga start bosayotgan paytda xuddi shunday ekranda oyna chiqadigan bo'lsa, shu yerga biz yozib qo'ysak bo'ladi. Nimalar qila olishini, xususiyatlarini yozib qo'ysak bo'ladi. Endi set about text. Set description demak bu yerda mana bu description. Set about text boya aytgan narsa, ya'ni tepadagi bu bot nimalar qila oladi degan joyga shu about text yozsak bo'ladi. Endi set user pic orqali biz botimizni avatariga, mana bunday avatariga rasm qo'yishimiz mumkin. Avatarni ko'rib turibmiz, shu yerga rasm qo'yishimiz mumkin. Endi set commands degan narsa bor. Set commands buyruqlar ro'yxati, ya'ni mana bu yerda buyruqlar chiqadi mana. Bitta slash belgisini qo'yadigan bo'lsa, yana bu yerda mana new bot, my bots, my apps, my games, token revoke degan komandlar bor, ya'ni buyruq, tezkor buyruqlar bor. Shularni qo'shsak bo'ladi set commands orqali. Delete bot orqali bo'lsa, o'zimiz yaratgan botlarni tahrirlab olsak bo'ladi. Endi bot sozlamalari. Demak, bot tokenimiz esdan chiqqan bo'lsa, tokenni olsak bo'ladi. Bu yerga akseslar, ya'ni ruxsatlar,
set inline mode bor. Bular hozircha kerak emas, buni keyinroq qo'yamiz. Set join groups bor. Endi guruhlarga qo'shish mumkinmi yoki mumkin emasmi, shularni tahrirlasak bo'ladi. Set privacy bu narsalarni keyinroq o'tamiz sizlar bilan. Bizga demak hozir kerak bo'lgan narsa asosiysi new bot va my bots buyruqlari, keyin edit bots va bot settingsdagi token va set join groupslar kerak hozir bizga. Xo'p, bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda yozgan kodlarimizni Telegram botga ulashni o'rgataman.